Sankt-Peterburgda o'zbekistonlik ayol va uning voyaga yetmagan qizi ishtirokida dahshatli voqea yuz berdi. Bu haqda Rossiya matbuoti xabar tarqatdi. 18-may kuni O'zbekistonning 33 yoshli fuqarosi bo'lgan ayol internet orqali Vatandosh o'zbeklar mintaqaviy tashkiloti rahbari Usmon Baratovga murojaat qilgan. Ayolning aytishicha 5-maydan 9-maygacha bo'lgan vaqt oralig'ida Dachniy prospekt 24 manzilidagi uyda joylashgan kvartirada 2 nafar noma'lum shaxs uni va 12 yoshli qizini zo'rlashgan. Shu bilan birga ular ko'rsatilgan kvartirada kuch bilan ushlab turilgan. Tergov qo'mitasi Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 131-moddasi va 127-moddasi 2-qismining D va J bandlari bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atdi. Bu jinoyatni sodir etishda gumon qilinib, Tojikistonning 47 yoshli fuqarosi qo'lga olindi. U hech qayerda ishlamaydi. Erkak Peterburgda migratsiya ro'yxatida qayd etilmagan. Shuningdek, xabar qilinishicha, o'zbekistonlik ayol va uning qizi ham migratsiya ro'yxatiga qo'yilmagan.